Assalomu alaykum. Ahli O'zbekiston, qo'shni davlatdagilarga ham assalomu alaykum. Parovozlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugungi video rolikimni ko'pini kommentariyaga kelgan savollarga qarab javob berib o'tishga harakat qilaman. Xo'p. Tuxum yo'q, sotuvda tuxum yo'q. Men o'zim Toshkentlikman. Toshkentda turaman. Toshkent Yashnobod tumanidan. Telefon nomerimni qoldiraman. Kimga gapi bo'lsa bemalol telefon qilsanglar gaplashib olaveramiz любой temada. Xo'sh. Jo'jalarga nimaga bug'doy qaynatib berish kerak, nimaga pishirib berish kerak deb bitta akamizmi, ukamizmi yozibdilar. Bug'doyni pishirib berishdan maqsad bug'doyni xomligicha bersanglar, bug'doy sovuqlik hisoblanadi, ichini ketkizib qo'yadi, oshqozonni buzib, qornini dam qilib qo'yadi. Pishirib bersanglar, u issiqlik bo'ladi. Jo'ja tez semiradi, yog' yig'adi. Jo'ja semirgan sari yaxshi ves olgan sari yaxshi o'sadi. Keyin yozni chillasi bo'ladi-yu, qoq issiq bo'lib ketadi-yu, 45-50 gradus. Suvda jo'ja o'smay qoladi. U qanotini kessanglar ham, kesmasanglar ham farqi yo'q. Jo'jani salqin joyda boqishga harakat qilinglar. Har doim jo'jani salqin joyda boqishga harakat qilinglar. Jo'ja yaxshi o'sadi, xudo xolasa. Keyin nima demoqchi edim? Tuxum yo'q, tuxum sotilmayapti. Tuxum sezoni tugadi, tovuqlar dam olyapti. Mana tovuqlar dam olishyapti hozir. Keyin bitta aka yozibdilar, gap isboti, gaping rostmi? Isbotlab ber. Men kimga nima isbotlashim kerak tushunmadim. Tamojniga borib xo'roz olib chiqib ketayotganingni deb. Men bloger emasman. Men prosta o'zim uchun video olib, video qo'yib yuraman. Meni soham вообще boshqa soha. Xo'roz boqishim meni hobbiyim, ishqibozligim. O'zim uchun zo'r narsa boqaman, toza narsa boqaman. To'g'ri, xo'rozlarni sotaman. Tovuqlar ko'pincha sotilmaydi. Kimga kerak bo'lsa sotib yuboraman, farqi yo'q uni. Misol uchun hammasi toza narsalar. Bir yomoni yo'q. O'zim uchun yig'ganman, katta pul sarflab bo'lsa ham yig'ib, bollarni olib, ko'paytirib, qolgan odamlar rahmat aytishyapti. Kimdir yomonlab yozyapti meni, kimdir gap yo'q deyapti. Xullas negativ hamma yoqda bo'lgan bo'ladi ham. O'shanga shunaqa gaplar akalar, ukalar. Bugun nomerimni yozib qoldiraman. Kimda qanaqa savollar bo'lsa telefon qilib bemalol gaplashishinglar mumkin. Xudo xolasa. Shu gap akalar, ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana kimdir savoli bo'lsa, anaqaga kommentariyaga yozinglar. Men esimdan chiqib qolibdi ko'plari. Shunaqa gaplar.